Voy uka, men sizni tushimda ko'rganman. Juda muhim tush, aytmasam bo'lmaydi. Tush suvga aytilmasmidi? Yo'q, o'zingizga aytishim kerak uka. Hayot mamot masalasi. O'ldi, yangi biznes boshlab qo'ydim. Ish qilibgina yaxshilikqa bo'lsin. Ha, ayting. Xullas tushimda sovqotib ketyapman. Yuring, ko'fi abiraman, yuring. Xullas tushimda siz. Men Siz. Xo'sh. Baribir sovqat ketyapman, ustim yupqada. Aytsangiz bir sekundda vaqtingiz ketadi. Sovuqda o'lib qolmaysiz-ku. Aytmasangiz aytmang, qiziqmas. Nahotki sizga oilangizni kelajagi qiziqmas tush, siz va xotiningiz haqida. O'ldi, xotini yaqinda pravo olgan. Mashina minib chiqib ketdi. Jiring opa, kiyim abiraman, keyin aytib berasiz, jiring. Kakras hozir Indinimning barcha filiallarida ayrim mavsumiy kiyimlarga 10% dan 40% gacha chegirma e'lon qilinibdi. Masalan, 199 ming bo'lgan bunaqa chiroyli kardiganlar 169 ming, 109 ming bo'lgan amerikankalar 89 mingga skidkaga tushibdi. Ikkosidan ham olaman. Hayajonlanib tush esingizdan chiqib ketmasin. Yana 429 ming bo'lgan plashlar 379 ming. U ham mayli, 399 mingdan bo'lgan paltolar 159 mingdan bo'pti. Uchosidan ham olaman. Opa, sovqat ketdim-da, 3 sirama kiyim oldingiz. Men bir siramasiga to'layman. Ukajon, men tushimda ko'rgan narsa xotining bilan ajrashib ketishingga sabab bo'lishi mumkin. O'layin, xotin Telegramda tutgan. Bo'ldi opa, mana jaket plashdan ham abiraman. Avval 399 ming bo'lganiga, skidkada 349 ming. Faqat tushda aytib bersangiz bo'ldi. Mana opa, 3 sirama kiyim abirdim. Endi tushda nima ko'rganingizni aytib bering. Xullas tushimda siz. Men. Menga indinimdan 3 sirama kiyim abirdingiz. Bo'ldimi? Buni xotinim bilan ajrashib ketishimga nima aloqasi bor? Ha, 3 sirama kiyimi begona ayolga abirganingiz xotiningiz bilib qolsa bormi? To'chni ajrashib ketishi mumkin. Davay, shuning uchun bildirmang. Tush deb tushirib ketdik-ku bu.